Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Mamatov do'stlar. Bugungi videoda eng yaxshi region qaysi va o'sha region haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib nastroyga kirib olamiz va regionlardan Indoneziya regionini tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin вообще Free Fire'dan chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Free Fire'dan sokin chiqib ketamiz. Free Fire'ga qaytib kirib olamiz. Mana Free Fire'ga qaytib kirdik. Endi qiladigan ishimiz Free Fire akkauntimizdan chiqib ketamiz. O'ziga kerakli bo'lgan akkaunt yo'q narsadan Free Fire akkaunt yo'q akkaunt tanlab kiramiz. Quest tanlaymiz. Mana akkaunt kirasizlar. Mana o'zi kiryapti sekin. O'zingizga yoqqan nick tanlayverasizlar. Sekin kiradi o'zi. Va sizlarda xuddi shunaqa narsa chiqadi va sizlar Indoneziyani tanlaysizlar. Ko'pchilik VPNdan foydalanadi, no Free Fire o'zidan qilgan yaxshiroq. Va mana akkaunt kiryapmiz. Mana xo'sh, mana akkaunt kirib oldik. Endi keyslar kiradigan bo'lsak, naborga. Mana bu naborga bu o'zimizning Free Fire'ni ham kelgan asosiy narsalarga o'tadigan bo'lsak, bu keys, asosiy pistolet va mana bunaqa kub bor ekan. Bu kubga juda zo'r narsalar beradi. Va keyingisi mana bu narsa. Bu narsalarga keys xohlagancha ochaverasizlar bemalol. Ammo siz ana o'zing kuponni olasizlar. Bu keyslar bo'lsa mana bunaqa set beradi sizlarga. Bu nabor ham oldiy naborlarga kiradi. Endi keyin yangimiz do'kon kirsak, emotsiyalar pashti bepul. Mamlik kelsa har xil narsalar, emotsiya vaqtga arzon 40 dalmazga ochib ko'rasizlar. Keyin pastiga o'tadigan bo'lsak, pastda mana bunaqa setlar bittaga o'zi ramon tarzda chiqadi. Vaqt bitta mayda chuyda narsalar va oldi maska bor ekan. Bu maska ham juda oldi hisoblanadi. Va keyingi pas ko'targan bo'lsak, bunda qizlarga mana oldi 100. Bu ham juda oldi mayda chuyda kiyimlar. Keyingi tashib o'tadigan bo'lsak, asosiy emotsiyalar. Oldi emotsiyalar ham pashti ko'ryapsizlar. 500 taga qo'yib qo'yapti. Juda ham oldi emotsiya bular. Mana emotsiyalar, mana bu emotsiya ham lekin juda zo'r. Buni bilganlar biladi. Va mana bunaqa emotsiyalar pastga tushganda mana bu qiladigan emotsiya va vaqtga bunday 5 ta 2 taga olsanglar ham bo'ladi. Buni ham qo'shib yaxshi qilib qo'yishgan. Ba'zi birlarga foyda va pastlarga o'tadigan bo'lsak, shu o'zimizning Free Fire'imizda bor narsalar bu yog'i. Keyin eng asosiy narsalarga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda mana bu kubga beradigan narsalar, oldiy narsalar va juda old narsalar bor va mana bu narsa hozir mana shu narsa juda old hisoblanadi. Va buni boshida darsi uncha odam ololmagan. Va pastga o'tadigan bo'lsak, pastda mana bunaqa old narsa ham bor. Bu narsa juda ham old hisoblanadi. Va buni o'zimiz regionga ham qaytarishlari mumkin. Va men bu narsa ham juda old va nikini bilmayman, bu narsalarni nomini bilmayman. Qo'ygan narsalar mayda chuyda shunga o'xshash narsalar. Faqat jenskiy, mujskiy juda zo'r setlar ham bor. Bitta personal bunaqa kompaniyonlar narsalari bor. Bo'ldi, shu bilan hamma yangi shu.